Bugun navbatdagi сделкani obzor qilamiz. Nasdaqda ochilgan longovый сделка. Ko'rishingiz mumkin. 4 soatlik ложный пробой momenti ochilgan. 29,000 figura. Tikida kvantoviy level bor. Undan oldin ham levellar bor. Именно shu kvantoviy leveldan narx to'xtab turib, oyog'ini tortdi tepaga. Ложный bilan yopildi. Tepaga qarab yurishni boshladi. Откат berdi. Откatdan yana tepaga qarab tortyapti. Asosiy sababini ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'tgan oy ham bu zonalarga kelganda oyog'ini tortgan tepaga. Bu oy ham shu zonalarga kelganda tortyapti. 2 oy tepada yopilgan 30 mingning ustida. Bu oyga kutilyapti. Agar 30 mingning ustida yana yopadigan bo'lsa, keyingi oy impuls beradi. Mana shu zona 29 mingni tegi как nabor qiladigan zona bo'lib qoldi. Именно o'sha moment atasida ko'rishingiz mumkin. Agressorlarni, agressivniy продажani limitniy покупатель kutyapti. Именно mana shu yerda eng ko'p объем ochilyapti. Именно shu yerda bookmapda ko'rsanglar bo'ladi, stoplar ishlagan. Stop srif bo'lgan, o'sha stoplarni iceberg bilan kutib olishgan. Tepadan 70 lot iceberg market urishdi. Специально, чтобы manipulировать qilish uchun. Pastga impuls berdi. И дальше stoplar ishladi. Bu yoqdan iceberg. Bez iceberg открытый заявка bilan stakanda вставляться qilib olishdi. Deltani ko'rishingiz mumkin o'sha moment продажani. 578 lot. Продажа bo'ldi общий. Endi bu yerda e'tiborli tomoni продажа bo'lgani bilan solishtirsanglar bo'ladi average deltani. Падение bo'lyapti. Narx ya'ni qulayapti. Average delta tepaga qarab ko'tarib boryapti. Konvergensiya beryapti. Bu degani bu yoqdagi bosimdan ko'ra bu bosim слабый. Tepaga qarab tortyapti. Именно mana shu разворотный setup hisoblanadi. Разворот beryapti shu zonadan keyin tepaga. 100 lot, 50 lot iceberg tiqishyapti. Поддержка uchun. Va dalish ketyapti tepaga. Именно mana shu agressivniy продажа bo'lgan joy. Katta lot o'tgan. Va dalish tepaga ketyapti. To'stdagi ko'rinishi chiroyli. 29 mingni fake qilib keyin ketdi. Agar сильный zona bo'lsa, сразу отдача beradi. Пока сделкаlarni o'sha kutamiz.